ikkita leksiyamiz tugadi. Ma'ruzalardan olganlarimiz haqida sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi ma'ruzamiz bu embrionlarning genetik tekshiruvi haqida bo'ldi. Bilasizlar, genetik tekshiruv ya'ni NGS, PGD amaliyotlari deyiladi, lekin yana bitta muhim bo'lgan va aniq tekshiruvga ega bo'lgan genetik tekshiruv haqida ma'lumot oldik. PGD tekshiruvi ham, NGS tekshiruvi ham xromosoma kasalliklarigina aniqlay oladi. Bugungi kunda berilgan yangilikka ko'ra, polimeraza genlarini aniqlovchi, ya'ni gen darajasidagi ko'ruvchi, shu bilan birgalikda nasldan naslga o'tuvchi va nasldan naslga tashqi ko'rinish jihatdan namoyon bo'lmaydigan gen kasalliklarini aniqlash imkoniyati mavjudligini bildik. Bu qanday kasalliklar? Qandli diabet birinchi, ikkinchi tiplari, yurak kasalliklari, onkologiyalar, hamma bemorlarimiz shubha qilishadi. Naslimda onkologik kasalliklar o'tgan, menda ham yoki meni farzandimda ham bo'lish ehtimoli bormi? Yurak kasalliklari, kardiovaskulyarning kasalliklar yoki shizofreniya, Alsgeymer kasalliklari bular NGS va PGD tekshiruvida aniqlana olmaydi.